Ular ba'zilari dunyoda ne'matlarga ko'milgan, atrofida xizmatkorlari ko'p bo'lgan, yaqinlari tomonidan ziyorat qilingan, qo'shnilari tomonidan ikrom qilingan holda yashadilar-ku. Endi ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Xuddi ana shu moli dunyosi ko'p, xizmatkori ko'p, qo'ni-qo'shnisi yaxshi ko'rgan, qarindoshi ichida hurmatli bo'lganlarda kim xabar olyapti qabridan? Ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Ularning qabrlari bir xil. Ularning boyidan boyligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning faqirlaridan faqirligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning tillari, ko'zlari haqida, nafis terilari, chiroyli yuzlari, yumshoq jasadlar haqida so'raylar. Qurtlar nima qildi ularda? Ana shu bitta bir chiroyli ayol uchun mamlakatlar o'zaro bir-biri bilan jang qilgan. Bir qarish yer uchun, arzimagan dunyo maqtoqi uchun millionlagan odamlarning qoni to'kilgan. So'ramaymizmi? Qoni to'kilganlar qani? Qonni to'kkanlar qani? Zolimlar qani? Mazlumlar qani? Qani ular hammasi? Fa ayna tadhhabun? Alloh taolo qayoqqa ketyapsizlar deb so'raydi. Biz ham yetib borgan joyimiz o'shalar borgan joy bo'ladi. Muallif shunday bir so'zlarni keltiradi. Bog'da ketib borar ekanman, bir badbo'y hid burnimga urildi deydi. Har qancha yursam tarqavermadi deydi. Bir qancha masofa yurib borganimda qarasam, bir itni sasib ketgan jasadi jussasi yotardi. Yaqinroq borib qarasam, itni shu kallasi qopda jasadini shunday qurt qoplabdiki, qurtni ko'pligidan biri ikkinchisidan oxlab itni yeyapti, jasadini ko'mib tashlagan qurt deydi. Faqat kallasi chiqib turganligi uchun itligi bilinyapti deydi. Qabrda xuddi shu qurtlar bo'ladi, birodarlar. Qabrda hech kim bo'lmaydi. Mana shu ehtiyot qilib, kasal bo'lib qolmasin deyotgan terilarimiz, obda o'tib ketmasin deb yog'lar surkayotgan terilarimiz, soqotib qolmasin deb kiyayotgan terilarimiz qurtlarga yem bo'ladi. Esimizdan chiqmasin shu narsa. Umar ibn Abdulaziz davom etadi. Ular uchun kun bilan tun barobar emasmi endi? Qish bilan yoz, narx-navo, qanday ob-havo ularga baribir emasmi? Ular amal bilan ularning orasini to'sadigan zulmat orasida emasmi? Bog'larni tark etishdi, kenglikdan torlikka kirishdi, merosxo'rlari ularning mollarini, hovlilarini taqsim qildi. Ularning oralarida qabrlari kenglari bor. Lazzatlari bilan ne'matlanayotganlar bor. Sen qabrning ertangi egasisan. Seni dunyo nima bilan aldab qo'ydi? Bu qabrga ega bo'lish ham ne'mat, birodarlar. Odamlar cho'kib ketyapti. Bo'rim-bo'ri yeb ketyapti. Kuyib ketyapti. O'zi qabrga, kafanga, janozaga, Alloh akbarga ega bo'lishing ne'mat o'zi. Ertaga qolish yo qolmasligingni bilasanmi? Dabdabador hovling, yetilgan mevalaring qani? Kimga qoladi? Kimga qoladi? Kiyimingni mayinligi, hidingni xushbo'yligi qani? Qishki, yozgi kiyimlaring qani? Sendan avvalgilarni boshiga tushgan ishdan bexabarmisan? Ularni o'lim masligi kelganida chanqoq va issiq qiynaganligidan bexabarmisan? Osmondan hukm, qazo, orqaga qaytmaydigan ajal keldi. Ey otasini, yo inisini, yo bolasini o'lganda ko'zini yopib qo'ygan inson. Ey otasini, inini yoki bolasini o'zi tirikligida ko'mgan inson. Ey mayitni yuvintirgan, janoza o'qib uni yelkasiga ko'targan, uni qabriga olib borib qo'yib, orqaga qaytgan inson, o'zingni shu tuproqqa qo'yishingni o'ylab ko'rmadingmi? Mana shu qabristonga qo'yib qaytib, qanday qilib gunoh qilishlikdan uyalmaysan Allohdan? Ertaga dunyodan chiqishimdan dedi Umar ibn Abdulaziz. O'lim farishtasi meni qaysi holda topar ekan? Ya'ni jonim chiqishlikda men nimani ustida bo'lar ekanman? Savobni ustidami, gunohni ustidami? Robbimning risolasidan menga qanday xabar keladi? Gapi shu yetganda Umar ibn Abdulaziz to'xtadi, qattiq yig'ladi. Mana shu hafta oxiriga yetmasdan Umar ibn Abdulaziz vafot etdi. Go'yoki o'limini sezgandek, ajoyib suratdagi bir nasihatni siz bilan bizga qoldirib keldi. Inshaalloh qaysi birimiz ertaga yetib borishimizni kafil. Fa inna ajalallohi la'at va huwas-samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelguchidir. U eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir.
Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi va man asdaqu minallohi haditha. Yolg'iz Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'qdir. U sizlarni hech shak shubhasiz bo'lgan qiyomat kunida to'playdi. Allohdan ko'ra rostgo'roq kim bor? Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini kelishligini haqliga mana bu qancha oyatlarda siz bilan bizga bayon qildi. Qiyomat soati Alloh taqdir qilgan kunda, taqdir qilgan soatda keladi. Vaz-zariyati zarwa fal-hamilati wiqra fal-jariyati yusra fal-muqassimati amra innama tu'aduna la-sadiq va innad-dina la-waqi'. Bulutlarni surib ketguvchi shamollarga, yuk yomg'ir tashuvchi bulutlarga, suv yuzida yengil suzib boruvchi kemalarga va Allohning amri bilan barcha ishlarni taqsimlaguvchi farishtalarga qasamki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob-kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqe bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo bunga haqligiga va'da bergan, qasam ichgan Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vat-tur va kitabin mastur fi raqqin manshur val baytil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba robbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tur tog'iga, ochiq sahifaga yozilgan kitob Qur'onga, Baytul Ma'murga, baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshigan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqe bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi. Qiyomatni borligiga iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelur. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatda qachon bo'lishigini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar, na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lar edi. Qiyomatni qachon bo'lishigini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar alayhisalom o'zining sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni, belgilarini bayon qilingan. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtarabatis-sa'a va inshaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mushriklar mo'jiza talab qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga oyni ikkiga bo'lib Allohning izni bilan ko'rsatib berdi. Alloh taolay aytibdi, oy bo'lindi, qiyomat oz qoldi deydi. Mana endi tabiiy savol tug'iladi. Payg'ambarimizning oy bo'lib berganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa, qiyomat bo'lmayapti-yu. Go'yoki qiyomat qoyim oyni bo'linishligi bilan qiyomat yaqin bo'ldi desa, yana bir 50 yil yoki 100 yildan keyin ba'zi bir odamlarning nazarida qiyomat bo'lish kerakganda shoshiltirishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, matas-sa'a?" Qiyomat qachon bo'ladi dedi Rasululloh. Nima tayyorgarligingiz bor dedi. Ya'ni ham yo'q zo'r bo'lib ketdimiki, endi tezroq qiyomat bo'lsin, mukofotimizni bor olaylik. To'planib qoldi degandaqa. Ata amrullohi fala tasta'jilu subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat kelib qoldi. Bas sizlar ey mushriklar, uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Alloh ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Alloh taolo nima deyapti? Qiyomat qoyim bo'ldi deyapti. Bo'lgani yo'q hali. Jannatga hech kim kirgani yo'q hali. Jannatga kirdi, jannat yozildi, do'zaxga kirdi deb Alloh taolo o'tgan zamon fe'li siyg'asida gapiryapti. Endi siz bilan bizni vaqtga,
zamonga qo'ygan o'lchovimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi barobar emas. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qariba. Chunki ular u kunni uzoqda bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Alloh taolo uchun nima degan narsa? Bir kuni 50 ming yilga teng deydi. Ya'ni Alloh taoloning nazdidagi bir kun, ana shu Ma'orij surasiga qaraydigan bo'lsak, bir kun sizlarni 50 ming yillarga barobar deydi. Endi 1400 yil nima degan narsa uning oldida? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Odamlarga hisob kitoblari, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda, iymon keltirib yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar. Mana aytdik, kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytiladi. Har bitta odamni vafoti kelishligi, ajali kelib, joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo insonlarning ajali yaqin bo'lib turib, o'lim yaqin bo'lib turgan paytda savobli amallardan yuz o'girib, unga bir kofir bo'lib ketyapti deydi. Quyida mana oyatlarda o'qidik, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarga quloq solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis keltiriladi Buxoriy va Muslimdan. Hadislar Buxoriy Muslimdan birodarlar. Zaif hadis yo'q bu yerda. Sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarni yashab o'tkazgan vaqtlari bilan sizlarning yashaydigan vaqtingizning misoli xuddi kunning asr bilan shom orasidagi vaqtiga o'xshaydi. Sharhlaymiz endi. Bir kunni 24 soat desiz, shu 24 soatning ichida asr bilan shomda o'rtasidagi vaqt 2 soat. Ya'ni 24 soatda 2 soat ila qolgan degani. Odam alayhisalom yerga tushgandan boshlab qiyomat soatigacha 24 soat bor deb faraz qilsak, 22 soat o'tib ketdi degani. 2 soatlik muddatda yashayapmiz birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Dunyo 1 soatlik umr deydi. Shu 1 soatni ibodatga aylantiringlar deydi. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Men va qiyomat soati mana shunday yuborildi dedi. Sizlar bir-biriga barmoqni yopishib turganiga qaramanglar, birini ikkinchisidan uzunligiga qaranglar. Mufassirlar mana shu hadisda sharhlab aytadiki, insoniyatning yashash muddati mana shu o'rta barmoqda uzunligichalik bo'lsa, ko'rsatkich barmoqda uzunligichalik vaqt tugadi. Mana shu oshib qolgan vaqtchalik joy qoldi deydi. Ko'rsatkich barmoqdan o'rta barmoq qancha oshib turgan bo'lsa, insoniyatning muazzam hayotining mana shu qismi tugadi, ozginasi qoldi degan. Agar mulohaza qiladigan bo'lsak, birodarlar, juda ham oz qoldi. Juda ham oz qoldi. Kofirlardan ham, musulmonlardan ham, musulmonlarda hatto ba'zi olimlari ana shu islomning boshida qiyomatni vaqtini belgilamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilar aytishdi 500 yildan keyin qiyomat bo'ladi deydi. 500 yil o'tdi, qarab turishdi, qiyomat bo'lmadi. 700 yil deb ko'rishdi keyin, 700 yil ham o'tdi, qiyomat bo'lmadi. 1000 yil deb ko'rishdi, bo'lmadi. 1700 yil deydi, bo'lmadi. Bo'lmaydi. Ular aytgan muddatda bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida olib qolgan 5 ta g'ayb ilmda bittasi qiyomatni qachon bo'lishiga. Televizorda ko'rgan bo'lsanglar, bir ikki oy bo'lib qoldi, Rossiyaning qaysi bir shaharida qandaydir bir sektani vakillari yerda ta'kid ketishdi. Motisda kuni qiyomat bo'ladi deb, ularni qutqaraman deb bu yerdagi mehmonlar tushsa, o'zimizni portlatib yuboramiz deb tomosha bo'lishdi. Qiyomatda qachon bo'lishigini aytayotgan odam kazzob bo'ladi. Chunki buni kim biladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buning ilmi faqat Alloh taoloning o'ziga ma'lum. Alloh